Bir necha soat oldin ilmda mumkin emas degan tushunchaga ega hodisa ro'y berdi. 3 Atlas o'z ko'rinishini o'zgartirdi. Asta-sekinlik bilan emas, go'yo ichida noma'lum kuch ta'sir qilgandek yorilib o'z yo'nalishini o'zgartirdi. Endi biz har qanday taxminlarimizni axlatga tashlasak ham bo'ladi. Sababi endi uning keyingi yo'nalishini taxmin qilishimiz kerak. Bu tabiiy prosesga o'xshamaydi. Biz bu obyektni oddiy tosh jism deb o'ylagandik. Lekin yana bir bor 3 Atlas dvigateli bor kemani eslatuvchi harakatni takrorladi. Bu nima o'zi? Tabiat anomaliyasimi yoki bizga jo'natilayotgan signalmi? Ushbu savollarga javob olish uchun va 3 Atlas haqida yangi ma'lumotlarga ega bo'lish uchun ushbu videoni oxirigacha tomosha qiling. Keyingi qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanalga obuna bo'lib qo'ying. Videoga like bosing va albatta fikringizni kommentariyaga yozib keting. Siz uchun bu 3 soniyalik harakat, biz uchun esa katta motivatsiya. Gap kosmik jismlar va kometalar haqida ketganda, biz hammaga ma'lum bo'lgan oddiy qoidaga o'rganib qolganmiz. Ular gravitatsiyaga bo'ysunadi. Quyosh ta'sirida yonib ketishi, tezligi va trayektoriyasini o'zgartirishi mumkin. Lekin hozirda ro'y berayotgan hodisalar siz va biz bilgan bu qonunlarga bo'ysunmaydi. Kuzatuv stansiyalari birdaniga ikkita g'alati faktni qayd etdi. Birinchisi, obyektning yorug'ligi notekislik bilan tarqalyapti. 3 Atlas ichida dinamit yorilgandek birdaniga katta energiya bo'lib chiqardi. Odatda bunaqa hodisa kometalar ichidagi muzlarning qizib ketishi natijasida gaz ajralib chiqishi bilan bog'liq. Lekin bu yerda boshqa holat. Bu obyektdan katta tezlikda ajralib chiqqan energiya aqlga sig'maydi. Oddiy kometa bunaqa tezlikda buncha energiya chiqara olmaydi. Ikkinchisi, 3 Atlasning kursining o'zgarishi. Bu esa eng qo'rqinchlisi. Obyektning trayektoriyasi osmon mexanikasi hisob-kitoblariga to'g'ri kelmaydigan korreksiyaga uchradi. Go'yo unga tashqaridan qandaydir impuls ta'sir qilgandek edi. Olimlar hozircha o'z terminlarida ehtiyotkorlik qilishyapti. Ayrimlari obyekt noma'lum bir ko'rinmas jism bilan to'qnashgan bo'lishi mumkin. Boshqalari esa obyektning ichidagi energiya bo'lib chiqargan noma'lum proses haqida gapiryapti. Lekin yanada jiddiyroq taxminlar ham bor. Agar biz shunchaki inersiya bilan harakatlanmaydigan, balki tashqi muhitga reaksiya qiladigan obyektga duch kelgan bo'lsak, unda bizda bunaqa savol paydo bo'ladi. Bu haqiqatdan ham kometami yoki shu ko'rinishda yashirinib kelayotgan boshqa obyektmi? Shu yerda eng qizig'i boshlanadi. Biz shunga o'xshash harakatlarni oldin ham ko'rganmiz-ku. Yulduzlar aro sayohat qilayotgan obyekt Oumuamuni eslaysizmi? Shu obyekt paydo bo'lganida ham olimlar uning tezligi va trayektoriyasi ustida bahslashgan edi. Ammo 3 Atlasning harakati bunisidan ham oshib tushdi. Uning trayektoriyasi sezilarli va qo'rqinchli darajada o'zgardi. Agar uning bu trayektoriyasi Yer sayyorasiga yaqinlashadigan bo'lsa, oqibati butun dunyolik masshtabda bo'lishi mumkin. Aynan nima Atlasni parchaladi va trayektoriyasini o'zgarishiga sabab bo'ldi? Javoblar juda ko'p, lekin ba'zilari juda qo'rqinchli. Siz bilan biz esa eng qo'rqinchlilariga javob izlaganni yaxshi ko'ramiz. Bu ham kanalga obuna bo'lishingiz uchun yana bitta sabab deb o'ylayman. Shunday ekan, nima qilishni o'zingiz yaxshi bilasiz. Rahmat. Gap Atlas yo'nalishining o'zgarishi haqida ketganda, rasmiy ilm bir necha versiyani taklif qiladi. Kosmos juda katta va har qanday asteroid yoki kichkina asteroidlar ham obyektga shunaqa ta'sir ko'rsatishi mumkin. Lekin nima uchun biz sababchi bo'lgan obyektni shu vaqtgacha va bundan keyin ham ko'rmayapmiz? Astronomik kuzatuv uskunalari va sistema
benuqson ishlab turibdi-ku. Nimaga shunday obyektni ko'rmay qolishi mumkin? Bu esa juda shubhali. Ikkinchi versiya. Obyektning ichki prosessi. Deylik, Atlasning ichida qandaydir proseslar natijasida gaz ajralib chiqdi. Bu gaz obyektning ichiga sig'may yorilib, tashqariga chiqib ketishi natijasida obyekt trayektoriyasini o'zgartirdi. Lekin trayektoriya o'zgarishi va tezligi oddiy model qonunlariga to'g'ri kelmayapti. Xuddi bu ta'sir belgilangan yo'nalishga qaratilgandek. Uchinchi versiya. Qora materiya bulutlari yoki noma'lum fenomen bilan to'qnashish oqibatida. Buning eshitilishi fantastikaga o'xshaydi. Lekin fiziklar bu versiyani ham jiddiy o'rganyaptilar. Agar qora materiya tarqalishi notekis bo'ladigan bo'lsa, obyekt bulutning bir chekkasiga tegib ketishi natijasida ham bunaqa holatga uchrashi mumkin. Gap shundaki, shu paytgacha hech kim bunaqa bulutlar mavjudligini dalillab bera olmagan. Bularning hammasi taxmin. Keling, endi 4-chi, eng qo'rqinchli versiyani ko'rib chiqamiz. Tashqi kuch ta'siri natijasida. Agar Atlas oddiy kometa emas, texnologik elementlarga ega kosmik jism bo'lsa, unda obyekt trayektoriyasi tashqaridan turib boshqarish natijasida o'zgartirilgan. Bu tabiiy emas, modifikatsiya qilingan yoki aqlli jonzotlar tarafidan yasalgan jism bo'lishi mumkin. Endi eng asosiy savol, agar Atlas o'z kursini o'zi o'zgartirmagan bo'lsa, buning orqasida kim yoki nima turibdi? Biz o'z kursini o'zgartirayotgan kometa haqida eshitganimizda birinchi bo'lib keladigan xayol oddiy va qo'rqinchli. U bizga qarab uchib kelayotgan bo'lsa-chi? Yer bilan to'g'ridan-to'g'ri to'qnashishi ehtimoli juda kam, lekin Yerning yaqinidan uchib o'tishi ham bizga o'ta jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Birinchidan, Atlasning gravitatsion maydoni beqaror bo'lsa, u biz tarafga o'z bo'laklarini uloqtirishi mumkin. Hatto o'nlab metrli bo'laklar ham shaharlarni vayron qilishi mumkin. Ikkinchidan, katta massaga ega jismning yaqin masofada uchib o'tishi Yer va Oy atrofidagi kichkina jismlarni Yerga yog'dirishi mumkin. Natijada meteorit yomg'iri yuz beradi. Uchinchidan, Atlasning quyosh shamoli va magnitosferasi bilan ta'siri natijasida radiatsiya uchqunlari kelib chiqadi. Sputniklar bilan aloqada muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Bu esa navigatsiya, internet, aviatsiya va harbiy sistemalarga jiddiy tahdid qiladi. Agar Atlas haqiqatdan ham shu darajada yo'nalishini o'zgartirgan bo'lsa, u qayoqqa ketayotganini aniqlashimiz kerak. Agar hisob-kitoblar Yer tomon ko'rsatiladigan bo'lsa, odamzod oldida qiyin savol paydo bo'ladi. Bizga koinotning o'zi katta sinov jo'natayotgan payt biz nima qila olamiz? Olimlar fantastika bo'lib tuyuladigan versiyalarni ko'rib chiqmoqda. Ayrimlari obyekt ichidagi yasalma dvigatel haqidagi gipotezani taklif qilyapti. Yana bir versiyada Atlas bu yasalma yoki modifikatsiya qilingan obyekt. U mayoq, kuzatuv uskunasi yoki qurol ham bo'lishi mumkin deyilmoqda. ESA, NASA va boshqa yirik agentliklar chuqur muhokamaga kirishdilar. Ayrimlar Atlasga o'rganish uchun zondlarni jo'natishni taklif qilishsa, ayrimlari esa yadrli raketalar jo'natib, uni portlatishni taklif qilyapti. Lekin eng asosiysi, bularga vaqt yetishmasligi mumkin. Bu yerda sotsial faktor ham bor. Bitta xabar tufayli dunyo vahimaga tushishi mumkin. Masalan, 3 Atlas o'z kursini o'zgartirdi. U Yer tomon harakatlanmoqda. Eng asosiy sir yashiringan joy bu Atlasning ichki qismi. Spektral analizlar uning ichida Quyosh sistemasiga tan bo'lmagan izotoplar mavjudligini ko'rsatmoqda. Atlas bizga tanish bo'lmagan muhitda yaralgan obyekt. Yanada boshqa gipotezalar ham mavjud. Obyektning ichida o'ta qattiq va zich metall jism mavjud. U kapsulaga o'xshaydi. Agar shunaqa bo'lsa, yana bitta qo'rqinchli savol paydo bo'ladi. Uni kim jo'natgan va nima uchun?
Atlas bizga asosiy masalani ko'rsatdi. Biz koinot haqida o'ylaganimizdan ham kam ma'lumotga egamiz. U bizning odatiy tushunchalarimizni ostin-ustun qilib, javoblardan ko'ra savollar olib keldi. Kosmos bu ehtiyotkorlik bilan joylangan eksponatlarga ega muzey emas. U tirik, tagida nima borligi noaniq tubsizlik va sirlarga to'la cheksizlik. Atlas bu biz koinotni kuzatganimizdek, koinot ham bizni diqqat bilan kuzatishni eslatuvchi chopar. Uning signallari esa teskari qarab bo'lmaydigan chaqiruv.